BBC Angliya armiyasi ishlatgan quyosh energiyalik batareyaning Xitoyda Uyg'urlarning majburiy emgaki natijasida erishilgan materiallarni ishlatgan shirkatlar tomonidan ishlab chiqarilganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, Angliya armiyasi 4 aslahada quyosh energiyalik batareya ishlab chiqarishga 200 million funt sterling ajratgan. BBC uchur erkinligi qonuniga asosan Davlat mudofaa ministrligidan uchur talab qilgan bo'lib, ministerlik armiyaga quyosh energiyasi batareyasi bilan ta'minlaydigan shirkatlarning Terina, Solar va Kiosalit ekanligini bildirgan. Bu yil 7-oyda Angliya Sheffield Hallam universiteti doklad e'lon qilib, bu 3 shirkatning Sharq Turkistonda qulluq amgigi orqali ishlab chiqarishdan erishgan xom ashyoni ishlatganligini oshkorlagan edi. Davlat mudofaa ministrligi bayonotida armiyaning ta'minlash zanjirining qarorlik tekshirilib, har qaysi taraflarni tekshirish uchun qattiq tartiblarning yo'lga qo'yilganligini bayon qilgan bo'lsa-mu, lekin Sheffield Hallam universitetining doklatining avtorlarining biri bo'lgan Alan Quarterforit o'zining BBC erishgan shirkatlarning tizimligini ko'rganligini va dokladagi ayblashlarning yanada kuchga ega ekanligiga ishonganligini bildirdi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak siyosatini tanqid qilayotgan mutaxassislar Sharq Turkistonda rivojlanayotgan tashqi savdoning sirini oshkorladi. Zimiston torining 29 noyabr xabar qilishicha, garchi xalqaro jamiyat Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini cheklash uchun ma'lum darajada tirishgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistondagi savdo va majburiy emgak jo'sh urib rivojlangan. Xabarda qayd qilinishicha, millionlagan Sharq Turkiston xalqi majburiy holda Xitoyning har qaysi zavodlarida ishlab chiqargan mahsulotlarning g'arb bozoriga kirishining oldini olish uchun loyihalangan tadbirlarning unumi bo'lmagan. Sharq Turkistondagi eng yangi savdo sonliq ma'lumotlarda bildirishicha, birinchi faslda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksporti 49% dan oshgan. 2023 yilning 3-fasliga kelganda 50% dan oshgan. Tor bexatarlik mutaxassislarining so'ziga qaraganda, Google Xitoydan kelgan va Tayvanni nishon qilgan tor hujumining ko'rinarli oshganligini bayqagan. O'tgan 6 oy ichida fan-texnika magnatining tahdid analiz bo'limi Xitoy qo'llagan xaker harakatlarida fan-texnika magnatining tahdid analiz bo'limi Xitoy qo'llagan xakerlik harakatida g'oyat zo'r ish bo'lganligini va xakerlar murakkab taktikalarni qo'llanganligini bayqagan. Google'ning yuqori darajali qurilish direktori Kate Morganning oshkorlashicha, Google Tayvandagi mudofaa, hukumat va xususiy egilik qatorliq har qaysi kasblarni nishon qilgan 100 dan ortiq xakerlik guruhining izini qo'g'lagan. Juma kuni bir yuk to'sh aeroplani Xitoyning janubidagi Xaynan o'lkasidan Amerikaning Dallas shahriga qarab yo'lga chiqqan bo'lib, buning bilan ikki davlat orasida yangi bir aviatsiya liniyasi boshlangan. Egilnishicha, bu aeroplan jami 8 million 222 ming yuan qimmatidagi chegara halqagan elektronlik savdo buyumlarini to'shigan. Xayko Tambojinsining bildirishicha, bu mazkur o'lkadan Amerikaga boradigan tunji yuk aviatsiya liniyasi ekan. Amerika Isroiliyaning hujumlari davomlashayotgan G'azzaning kelgusi va u yerdagi hukumat to'g'risida o'xshamagan signal berdi. Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining strategik aloqa maslashtiruvchisi John Kirby mundaq dedi: G'azzadagi hukumat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ochiqon Falastin xalqining orzusiga javob qaytarish kerak. Hozir Falastin hukumati bu ishonchiga ega emas. Kirby yana o'zlarining G'azzada so'z qila oladigan isloh qilingan Falastin hukumatini ko'rishni xohlaydiganligini bayon qildi. Xitoy Sharqiy Aviatsiya shirkatining 330A tiplik aeroplani motor kashilish sababidan Xiaminga jiddiy qo'ndi. Aviatsiya xabarlari tor bekitdi. Aviatsiya xabarchisida e'lon qilingan bayonotda Shanxaydan qo'zg'algan aeroplanning motorida qo'zg'alib 1 soatdan keyin kashilib chiqqanligi bildirilgan. Egilishicha, Hong Kongga ketayotgan bu aeroplanning motorida kashili ko'rilgandan keyin uçquchilar va yo'lovchilar bo'limlarida ko'rinarli silkinish bo'lgan. Xizmatchi xodimlar va yo'lovchilarning bexatar tarqoqlashtirilganligi xabar qilingan bo'lsa-mu, lekin yo'lovchilar tarafidan tortilgan silla tor dunyosida keng tarqaldi.